Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Aka-ukalar, bo'g'ozni gigantlardan qidiryapmilaring. Mana sizlar uchun Qirg'izistondan o'tgan bo'g'ozlar bor ekan aka-ukalar. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 29-iyun Shvedni zo'ridan originalidan boqaman deb turibmilaring. Akalar bo'ylari 160 kg uradi, 155 ga olaverasizlar. Kurakchi 8-sini chiqargan. Yo bu 6 kurak edi. 6-sini endi tenglagan akalar. Ikkinchi bolasi-da bu, ha? Ikkinchi bolasi. 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Yeb ichishlari zo'r, tanijoni sog'lom, molni qaranglar. Shanba kuni kelgan ekan, mana akamiz olib kelgan ekanlar. Narxi akalar qanchalaymiz barini aka? Kelishaveramiz, ko'rishaveradi. Narxi kelishilgan holatda ekan-da. Nomerlarni qo'yman, ishqibozga beriladi. Akalar, mol katta mol, kichkina mol emas. Behijolat telefon qilaverasizlar. Davomini ham olib chiqib ko'rsatamiz, bitta mol serob. Mana akalar navbatdagilari. Olaparoda ishqibozlariga olaparodasini nomar ekan. Bunisi ham 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Boylari taxminan 1.35, 1.40 kilo, 1.35 ga olaveringlar akalar. Bu ham ikkinchi qoringa. Yo'q, bu 8 ta tishi. Ha, 3-qoringa ekan akalar. E'tiboshlari zo'r, yuvoshlilari yo'q, taylani qaranglar buni ham. Narxi birlarga ham o'sha bemalol telefon qilaverasizlar, ertalar kelishaverasizlar. Mana yana bitta shvetimiz bor ekan akalar. Bo'g'oz bu ham. Bu 4.5 oy, ha? Bu 8 kilo. Ha, 4.5 oylik. Bularga nisbatan Oladigan odam ko'rsatib olaveradi. oladigan odam ko'rsatib olaveradi. Bo'g'oz bo'lsa sizlarga akalar. Mana. Buni tishi ham 6-sini tenglayapti. Buni ham tishi 6-sini endi tenglayapti ekan. Taylani qaranglar akalar. Kimga yoqsa aloqaga chiqinglar, akamiz kelishtirgizib beradilar. Buni hali charchog'i ham chiqdi. Charchog'i ham shanba kuni kelgan mollar akalar. O'sha 5-6larda keldi. 2 kun bo'pti mana. Yer ishtilari zo'r ekan. O'zim ko'zim bilan ko'rdim akalar. Mollar katta mollar, kichkina mollar emas. Kimga yoqsa akamizga telefon qilinglar, narxini kelishtirgizib beradilar. Mana akalar, yana mana yerda ham ikkita bor ekan, yaxshilaridan. Aloqaga chiqinglar, kelishtirgizib beradilar. Shvet. Bu hali kurak chiqarmagan nargis. Narigisi manasi. Buzov ekan hali, kuragi chiqmabdi aka. 4,5 oylik bo'g'oz. 4,5 oylik bo'g'oz ekan. Mana yerda yana bitta shvetimiz bor ekan akalar. Mollar kichkina mollar emas. Kimga yoqsa aloqaga chiqinglar, kelishtirgizib beradilar aka-ukalar. Mana, mollar zo'r. Sog' bo'linglar, akamizga aloqaga chiqaverasizlar.